Hozir 3 ta maslahat beraman, shuni hammasini qiling, ingliz tilida sayrashni boshlaysiz. Uchinchisi lekin вообще. Birinchisi, har doim hammaga aytadigan maslahat, xato qilishdan qo'rqmang. Xato qilish bu prosessning bir qismi. To'g'ri gapirishga harakat qilmang, oldin gapirishni o'rganib oling, keyin to'g'ri gapirishni o'rganamiz. Chunki har bitta so'z aytishingizdan oldin 35 marta o'ylashni boshlaysiz. To'g'ri aytyapmanmi, noto'g'ri aytyapmanmi? Endi hech kim gapirishdan oldin 1 soat o'ylab o'tirmaydi nima deyishini. Prosta gapirishni boshlang. Ikkinchi maslahat, native speakerlarni orqasidan qaytarish. YouTube'da milliardta kanal bor. English with Lucy, BBC Learning English, любой serial. Prosta o'shalarni olingda, har bitta gapni to'xtatasiz, uni orqasidan qaytarasiz. Tushunasizmi, tushunmayapsizmi, umuman farqi yo'q. Hozir uchinchisini aytaman, lekin undan oldin obuna bo'lib qo'ying. Uchinchisi, har kuni kechqurun hamma ishingizni qilib bo'lganingizdan keyin oddiy telegramingizni olasizda, save with messagesga kuni bilan qilgan har bitta ish jarayoningiz. O'sha narsalarni hammasini ingliz tilida jo'natasizda va o'zingiz gapirgan narsani eshitishni boshlaysiz. 2 sekund narsa gapirsangiz ham birinchi kuni, 30-kuni yo'q deganda o'sha audio faylingiz kamida 2 minut bo'ladi. Shu kabi foydali maslahatlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying va mana shunaqa ingliz tilini o'rganayotgan do'stingizga yuborib qo'ying. Unga ham albatta foydali bo'ladi.